O'zbek san'atida yana bir og'ir judolik. Ta'ziya. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, video roligimizni oxirigacha kuzatib borishda davom eting. Biz sizlarga eng so'nggi ma'lumotlarni birinchilardan bo'lib yetkazib berib turamiz. O'zbekistonda tug'ilib o'sgan, hozirda Rossiyada yashab ijod qilayotgan xonanda Sug'diyona ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida oilasida og'ir yo'qotishi haqida xabarlar tarqaldi. San'atkor eng yaqin insoni onasidan ayrildi. Bugun onajonimdan ayrildim. U har doim har narsani yengib o'tishga qodirdek tuyulardi. Go'yoki u doim yonimda bo'lganidek edi. Juda sog'inyapman onajon, deb yozdi Sug'diyona. Larissa umr bo'yi shifokor bo'lib ishlagan. U qizining san'at yo'lidagi sa'y-harakatlarini bolaligidan qo'llab-quvvatlab kelgan. Sug'diyonaning ilk sahna liboslarini ham aynan onasi tikib bergan. Ma'lumot o'rnida Sug'diyona haqiqiy ismi Oksana Nechitaylo. Sharqona ko'rinishi va ajoyib taxallusiga qaramay Ukraina millatiga mansub Oksana 1984-yil 17-fevralda Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning oilasi harbiy xizmatchi bo'lgan. Bobosi tufayli O'zbekistonga kelib qo'nim topgan. Cherkov xorida qo'shiq kuylagan. Buvisi Sug'diyonani musiqaga qo'shib aytishga mehr uyg'otgan. Maktabni tugatgach O'zbekiston davlat konservatoriyasining estrada bo'limi fakultetida o'qishga kiradi. Oksana Mening yurtim kuylari respublika estrada xonandalarida tanlovi laureati bo'ladi. So'ng 17 yoshda O'zbekiston estrada sahnasini zabt eta boshlaydi. Rus, o'zbek va ingliz tillarida qo'shiqlardan iborat Mening ko'nglim nomli birinchi albomini chiqaradi. 2 yil o'tgach u Nihol davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. Uning Yurak Mahzun, Netay, Meni esla kabi qo'shiqlari xit bo'lgan. Xonanda Xo'ja Nasriddin O'yin boshlandi. Sug'diyona Yangi yil Parisi kabi filmlarda ham rol ijro etgan. Yaqinlariga sabr tilaymiz. Xayr, salomat bo'ling.